Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Oliverjon bilan birgalikda yangi ochilgan eng yaqin do'stim Hermine mana bu короче o'sha o'g'aynimizning serveri Hermine bu. Uni bugun hozirgi videoda obzor qilamiz. Bo'ldi. Mana hozir obzor qilaman. Mana server kirishlarim bilan mana spawn bo'lasizlar. Burishlar bilan to'g'ri mana bu yerga ikkita NPC bo'ladi. Mana bu yerda donat, bunisi warplar, buni ustiga mishkani tak o'ng tarafini bitta bosasizlarda любой warpga borasizlar. Keyin sal to'g'riga yursanglar bu yerda RTP, bu yerga tushasizlar va har xil dunyolarga paydo bo'lasizlar va bemalol o'zingizlar urishga joy topsanglar bo'ladi. Bu yerda mana ranklarning mana 30 kunda prime o'sha boyagi eng zo'r katta rankning narxi 50 ming so'm. Mana 200 ming. Sal endi o'ng tomonga borsanglar bu yerda case shop turadi. Bu ustiga bosasizlarda любой case'larni xarid qilsanglar bo'ladi. Bu yerda har xil kitlar, bu komet mana shu case'larni bitta ochasizlar. Mana donat case, olov, keyin oddiy case va kit case. Keyin sal manda hozir chankni sal pasaytirganman. Sal yursanglar bu yerda o'sha top player kim ko'p o'ynagan vaqti turadi. Soat ham bo'lgani yo'q. To'g'ri bir soat bo'lgani yo'q. Bu yerda top token turibdi. Ownerda o'zi 9 million bemalol olsa bo'ladi. Ammo ikkinchi o'ringa turgan ownerda akasi, uchinchi o'rinda turgan Minecraft ham owner. O'sha birinchi Hermine ukasi. Bu pul top. O'sha o'yinchilar max 20-42. Bu yerga tushsalar bu joyda men ham yaxshi bilmayman. Adashmasam bu yer bo'shliq. Bu yer bo'shliq. Mana bu yerda ana bor, nima deydi? Var pera qo'yaman. Mana bu yerda keyin poyez yo'llari bor. Bu yana bitta mayn ekan bu. Bu вообще katta tashlasam. Katta ekan. Bu yerdan chiqdik endi sal bu yerroqqa boramiz. Bu yerda katta post yozadi. Mana bu yer to'g'rimizda PPCS, bu yer PP zona. Shu mana o'sha qo'yishibdi. 3-1 to'rt kekka shunday. Burada top diz, ya'ni o'sha top o'limlar, kim nechta o'lganini mana shu yerda ko'rsatadi. Talisman ishlamabdi. Mana sferani ustiga bo'lsa talisman chiqibdi, normal. Hozir katta server emas. Ana bu prosta problemalarni yoki narsalarni to'g'rilaymiz. PPCS shu yerda, u yerda alohida emas. Sal pastroq tushasizlar. Mana bu yerda PPCS. Mana bu gold blok ustida PPCS ana chest bo'ladi. Masalan, talisman bosa oldim bundan. Mana bu kattagina mine. Bu вообще katta mine. Mana bu yerda enchant, warp enchant bu. Bu ana RG blok, region blok. Короче bu RG bloklar obunachilar mana 20 ga 20 ki mana bu necha 30 ga 30, 15 ga 15, 3 ga 3, 5 ga 5 va 10 ga 10. U spawnga ko'p narsalar bo'lgani uchun sal qotobdi. Hammaga xayr obunachilar. Sizlar bilan men har doimgidek Oliverjon bo'ldim. Anchadan beri video chiqmayotdi. Hammaga xayr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarga ko'rishguncha xayr.